Bu logbook qurilmasi bo'lib, u Samsara bilan bog'lanib, ma'lumot uzatadigan sim hisoblanadi. Logbookni olib, qora joyga ulash kerak. Agar bursangiz, u qotib qoladi. O'ng tarafda maxsus joy mavjud. Logbookni o'sha joyga ulash kerak. Logbookimizda yashil chiroq yonishi lozim. Bu Samsara tizimi ulanganini bildiradi. Samsara GPS tizimi bo'lib, u sizni qayerda ekanligingizni ko'rsatadi. Bundan tashqari, bu yerda kamera ham bor. Keyingi bosqichda biz sizga Telegram orqali ELT tizimiga kirish uchun username va parol yuboramiz. Bizga kerak bo'lgan ilova Light and Travel deb ataladi. Uni topish uchun esa ilova do'konida nomingizni yozsangiz, u birinchi o'rinda chiqadi. Install tugmasini bosib yuklab olamiz. O'rnatilgandan so'ng sizdan username va parolni kiritishni so'raladi. Username odatda ismingizni birinchi harfi, familiyangizni birinchi harfi va telefon raqamingizni oxirgi 4 ta raqamidan iborat bo'ladi. Parol esa 1 dan 6 gacha bo'lgan sonlardan tanlanadi. Keyin ilova Bluetooth orqali ELT tizimiga ulanish uchun ruxsat so'raydi. Ilova bizdan joylashuv ma'lumotlaridan foydalanishga ruxsat so'raydi. So'ngra bizdan imzo qo'yish talab qilinadi. Imzoni kiritib, Submit tugmasini bosamiz. Yuklash jarayoni tugagach, logbookimiz ishlay boshlaydi.